Tayyormizmi ustozjonlar? Mana shu essi darsdan keyin testning javobini tashlab beraman yopiq guruhimdagi ustozlar. Mana shu essi darsda o'tib bo'lishim bilanoq hozir damga chiqaman, dam olishga chiqaman savol-javob qismigacha. O'sha qismda tashlab beraman yopiq guruhimdagilar. Essiga tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Tayyormizmi ustozjonlar? Tayyormiz. Samarqandliklar bor. Zo'r. Tayyormisiz? Tezsiz yozib qolamiz, ha, Tayyor. Go. Boshlaymiz. Rahmat, borlarga shukr. Tayyor bo'lsak ketdik. Bugungi mavzumiz hozirgi kunda o'smirlar orasida jinoyatchilik ko'paymoqda. Ayrimlar buning oldini olishda davlat mas'ul bo'lishi kerak deb hisoblashsa, ba'zilar ota-onalar javobgar bo'lishi kerakligini ta'kidlashmoqda. Mavzuni Telegram kanaliga yuboringizlar. Mavzuni saqlab oling, yaxshiroq tushunishingiz uchun. Mavzuni saqlab oling, yaxshiroq anglab, yaxshiroq tushunishingiz uchun. Butunlay yoza olmaydiganlar, ayniqsa essidan yozishga qiynaladiganlar yoki essisini 70 dan yuqoriga chiqarmoqchi bo'lganlar mavzuni yozib oling ustozjonlar, tayyor bo'lsangiz. Zo'r. Mavzuga tayyor bo'lsangiz, essini mavzusi hozirgi kunda demak o'smirlar orasida jinoyatchilikning ko'payishi. Nasib bo'lsa, shanba kuni birinchi, ikkinchi smenga kiradiganlar bormi? Tayyor bo'lib turaveringlar. Ha, shanba. Shanba kuni kiradiganlar bo'lsa. Shanba kuni nasib bo'lsa, Xudo xolasa, qaysi shanba deb so'rangda endi. Menimcha Xudo xolasa 3 haftalar davom etadi-yu deb o'ylayapman, ona til imtihon. 3 haftalar davom etsa kerak, 21 kunlar davom etsa kerak. Tayyormiz. Bo'ldi. Ketdik. Boshladik endi. Xo'sh, asosiy masala ruchkaga yozadigan qilib berib qo'ysin. Demak, asosiy bo'ldi, o'zim qildim. Bo'ldi. Demak, asosiy masala o'sha jinoyatchilikning o'smirlar orasida ko'payotganlik. Bu umumiy tushuncha, bilib qo'ying. Bu umumiy masala, ya'ni o'rtaga tashlanayotgan masala. Umumiy ma'lumot. Siz kirish qism yozayotganingizda kerakli bo'ladigan joyi shundan fikr yozasiz. Demak, hozirgi kunda o'smirlar orasida jinoyatchilik ko'paymoqda degan masalani sinonim qilib yozasiz. Bir. Keyingi etap esa o'sha taraflar haqida. O'sha taraflar nima deyapti? Ota-onalar javobgarligini aytayapti, davlatning mas'ulligini aytayapti. Shuni o'zgartirgan holatda yozsangiz, o'zi hozir kirish qism siz uchun tayyor, mavzuning o'zida tayyor turibdi. Faqat o'ziday qilib ko'chirmasangiz kifoya. Ya'ni, mana qarang. Bugungi globallashuv davrida o'smirlar orasida huquqbuzarlik holati ko'paygani jamiyatni tashvishga solmoqda. Ana shu umumiyni mana shunaqa shaklda keltirib qo'ydim. Mana bu narsa umumiy. Hozir yozgan umumiy. Umumiy narsa mana shu. Ana shu narsa eslangizdan chiqmasin. Umumiy narsa mana shu narsa ustozjonlar. Eslaringdan chiqib ketmasin. Tushundingizmi? Ya'ni mana hozir umumiy narsa. O'smirlar orasida jinoyatchilik ko'payyapti degan masalani bugungi globallashuv davrida, hozirgi kundani bugungi globallashuv davrida qildik. O'smirlar orasida dedik, o'smirlar orasida. Ya'ni mana o'smirlar orasida jinoyatchilikni nima qildik? Huquqbuzarlik holati ko'payganligidan jamiyat tashvishga, demak, ko'payotgani jamiyatni tashvishga solmoqda. Ya'ni esingizdan chiqib ketmasin. Nima demoqchimanki, o'zi mavzu sizga tayyor kirish qism. Mana bu essining kirish qismi, deyarli tayyor kirish qism. Esingizdan chiqib ketmasin. Deyarli tayyor kirish qism. Faqat siz shuni sinonim qilib kirgiza olsangiz bo'ldi mana. Hozirgi kundani bugungi globallashuv davr, demak, mana bu yerda huquqbuzarlik holatining ko'payotganligi dedik. Bu joyda esa jinoyatchilik edi. Jinoyatchilik huquqbuzarlik deb almashtirdik xolos. Mana almashtirib yozaverasiz. Bo'ldi, ha? Endi taraflar. Ayrimlar bu masalada davlat, demak, bosh rolni o'ynashi, tartib va nazoratni kuchaytirish lozim desa, deb hisoblashsa, boshqalar farzand tarbiyasi avvalo oiladan boshlanadi, javobgarlik ota-onaga yuklanishi kerak degan fikrda. Shunaqa fikrda, ya'ni o'sha tarafda aytdik, mana bu yerda aytdik-ku, oldini olishda davlat mas'ul bo'lishi kerak.
bu yerda mas'ul bo'lish kerak degan narsa yozilgan. Biz bu tomonda nima dedikki, davlat bosh rolda turib, tartib va nazoratni kuchaytirish kerak dedik. Bo'ldi-ya? Keyin farzand tarbiyasi avvalo oiladan boshlanib, javobgarlik ota-onaga yuklanishi kerak degan masala edi. Mavzuda ota-ona javobgar bo'lish kerak degan narsa bor edi. Shuni o'zgartirib kiritdik kirish qismimizga va oxirgi qismiga esa jinoyatning oldini olish haqidagi ikkala qarashlar ham asosli. Jinoyatning oldini olish haqidagi ikkala qarashlar ham asosli. Tushundingizmi? Ya'ni davlatga ag'dar degani ham asosli, uni hozir asoslab beramiz. Oila qarash kerak degan ham asosli, uni ham asoslab beramiz. Hozir asosiy qismda. Tushunarlimi ustozjonlar? Endi qarang, e'tibor berib qarang. Bu joyda nimaga bizlar mana bunaqa chizmalar chizganmiz? Bu chizmalarning chizilishi bular shu mavzu uchun qotib qolgan birliklar. Qotgan birliklar. Bularni o'zgartirmaysiz. Mana bu chizmalar chizilmagan nuqtalarni bemalol olib tashlab, xohlagancha variantda yozishingiz mumkin. Bugun globallashuv davrida o'smirlar emas, yoshlar orasida huquqbuzarlik holati demak ko'proq kuzatilayotganligidan insonlar tashvishga tushyapti. Tushundingizmi? Salbiy holatlar ko'payib ketyapti. Yoshlar orasida huquqbuzarlik eng ko'p takrorlanyapti. Shunaqa variantlarni yozasiz. U uchun sizga nima qilib qo'ydik bilasizmi? U uchun mana bunaqa chizmalar chizib qo'ydik. Shablon yasab qo'ydik, shablon. Demak, bugungi globallashuv davrida qanaqa holat bo'lyapti yoshlar orasida? Mavzu jinoyatchilik. Xo'sh, jinoyatchilik, huquqbuzarlik, shunaqa holatlar bo'lyapti. Ayrimlar bu masalani qanaqa deb hisoblaydi? Ya'ni kimning bo'yniga olish kerak desa, boshqalar qanaqa deb kerakligini ta'kidlashadi. Tushundingizmi? Shu mavzu bo'yicha bo'shliqlarni har xil variantlar bilan to'ldirasiz. Xo'sh, jinoyatni oldini olish haqidagi ikkala qarash ham asosli turaversin. Mana buni variant qilib yozasiz. Esingizdan chiqib ketmasin. Xuddi shu jarayonni variant qilib yozishingiz kerak bo'ladi. Mana shu jarayon esimizdan chiqmasin. Tushunarli? Yaxshi. Mana shu holat. Demak, mana hozir tushuntirib o'tdim. Siz uchun eng kerakli bo'lgan jarayon. Va bu narsani men o'zim ichkarida o'quvchilarimga bitta narsani aytganman. O'zimda o'qiydigan o'quvchilar, yopiq guruhda o'qiydigan o'quvchilarim. Mana bu jarayonni juda jiddiy aytganman. Bilasizmi, qarang. Davlatning roli, tartib, qarang, nazoratning kuchayishi. Mana shu 3 ta so'z nima uchun kerak? Eshiting. Mana bu joyga qarang. Xo'sh, farzandni tarbiyasi, javobgarlikning ota-ona olishi. Mana bu jumlalar bizga nima uchun kerak va bu jumlalar har doim bizda hayolimizda turishi kerak. Bu jumlani yozayotgan paytda yana qaysi joyda o'ylab yozishimiz kerak. Mana bu narsani aytganman o'zimizning yopiq guruhdagilarga. Nasib bo'lsa hozir essay guruhni o'sha essay guruhimizga qo'shilayotganlarga ham aytiladi. Odatda essaydan har qanaqa zo'r fikr yozganingizda ham, har qanaqa yaxshi jumlalar keltirganingizda ham, dalillaringiz zo'r bo'lganda, argument hamma narsangiz zo'r bo'lganda ham o'sha kirish qismidagi aynan mana shu nuqtalar, mana shu tochkalar sizni yuqori ball olishingizni ta'minlaydi. Mana shu tochkalar sizni yuqori ball olishingizni ta'minlaydi. Tushundingizmi? Esingizdan chiqib ketmasin. Albatta, shablon o'sha to'liq har bir guruhdagilarga berib boriladi. Shablonlar to'liq taqdim qilinadi guruhdagi hammaga. O'qiyotgan yopiq guruhga faqat. Xo'sh, ana endi kirish qismiga keldik. Kirish qismida qilishimiz kerak bo'lgan bosqichlar. Nimalar bosqichlar qilinish kerak edi? Birinchi qiladigan ishimiz o'sha birinchi fikr tarafdorlari mazkur vaziyatda davlat yetakchi rol muhimligini ishonch bilan aytadi. Qarang. Davlat yetakchi rol ekanligini ishonch bilan aytadi. Ketdi, ha? Qarang. Avvalo degan narsa bizga kerak. O'sha avvaloni misol uchun deb keltiradi. Shuningdek degan masala bizga juda kerak. Shuningdekda masalan deb yana keltiradi. Ko'ryapsizmi, qarang. Avvalo misol uchun, shuningdek masalan. Bu asosiy qismning yarmi. Ya'ni bir tomon. Ana u mavzuda bor edi-ku, mavzuda. Mana mavzuda ikki tomon. Bu mana bunday narsada. Keng tushuntiray sizga. Asosiyning birinchisida mana shularning fikrini yoritasiz.
asosiyning ikkinchisida mana bularning fikrini yoritasiz o'zi. Asosiyning yarmi mana shularning fikrini yoritish bilan o'tadi. Davlat qarasin. Asosiyning qolgan yarmi ota-ona qarasin degan narsa bilan o'tadi. Tushundingiz? Ya'ni masala hozir mana bu shuni yarmi. Hozir mana shu shuning teng yarmi ustozjonlar. Esimizdan chiqmasin. Mana shu teng yarmi. Qarang, teng yarmini tushuntiryapman. Va o'shalarni fikrini aytishdan oldin birinchi tarafdorlar mazkur vaziyatda davlat yetakchi rol muhimligini ishonch bilan aytadi. Uni kirish qismida ham aytib qo'yuvdik, bilasizmi? Hozir mana qarang, qanaqa bog'liqligi bor. O'sha kirish qismida bergan va'dalaringizni asosiy qismda yozishingiz kerak. Tushundingizmi? O'sha bergan va'dani bunga qaratish kerak. Endi ketdik. Avvalo ustunligi nima? Birinchi fikr tarafdorlari bu muhim rol ekanligini aytdi. Davlat muhim rolda turish kerakligini ishonch bilan aytdi. Avvalo davlat qonunlarini kuchaytirib, qarang, qonunlarni kuchaytirish, profilaktik ishlarni yo'lga qo'yish zarur. Ichki guruhda o'qiyotganlari mana shu jumlalarimdan qaysi joy bilan bog'langanligini yaxshi bilyapsiz. Bu juda muhim, qarang. Qonunlarni kuchaytirish, profilaktik ishlarni yo'lga qo'yish zarur. Tushunarli? Sabab qat'iy tartib bo'lmasa jinoyatchilik ildiz otadi. Masalan, bu gapimga misol uchun dalil 2023-yilda Toshkent shahrida o'tkazilgan yoshlar nazorati loyihasi natijasida voyaga yetmaganlar huquqbuzarligi 18% ga kamayganligi qayd etilmoqda. Tushundingizmi? Ya'ni o'sha bir yoshlar nazorati degan loyiha qo'yildi. O'sha loyihaning natijasida umumiy jinoyatchilik holati, huquqbuzarlik holatlari 18% ga kamaygan. Bu juda yaxshi narsa degani. Bu juda yaxshi narsa degani ustozlar. Bu o'sha davlat qarash kerak. Davlat qaysi jihatini eplay oladi, shu jihatini qaray oladi. Shuningdek, davlat ta'lim muassasalarida psixologik qo'llab-quvvatlash, tarbiyaviy dasturlarni keng joriy qilish kerak. Nega shunaqa qilish kerak desangiz, maktab tarbiyaning ikkinchi maktabi sanaladi. O'sha joyda mana bu maktab 2 marta takrorlanishining oldini olishingiz kerak. Bu joyda maktab 2 marta takrorlanib qolgan. Maktab tarbiyaning ikkinchi uyi sanaladi, ildizi sanaladi degan masala bilan. Asosi sanaladi desangiz zo'r. Endi masalan o'sha gapini masalan deb isbotlaydi. Janubiy Koreyani davlat tashabbusi bilan joriy etilgan yoshlarni ijtimoiy moslashtirish dasturi natijasida o'smirlar orasida jinoyatchilik 30% ga pasaygan. Ya'ni davlat qilganligi uchun shunaqa pasaygan. Janubiy Koreyada davlatni o'zi tashabbus turganligi uchun mana shunaqa jinoyatchiliklar kamaydi. Tushundingizmi? Mana shunaqa jinoyatchilik kamaydi. Bu tomonda davlat o'zi qonunlarni kuchaytirganligi, yo'lga profilaktik ishlarni amalga oshirganligi, shunaqa mana bu tashabbus loyihani olib borganligi uchun 18% ga kamayish bo'ldi. Albatta bu narsalar hammasi davlat boshqaruvini oqlayotganligidan dalolat berdiryapti. Tushundingizmi? Endi sizda savol bo'lishi mumkinki, ustoz, men bulardan boshqa sabablarni bilaman. Ya'ni davlat boshqarsa qonun doirasida ko'rib chiqadi. Ya'ni yoshlar o'rtasida bo'layotgan huquqbuzarliklarni haqqoniy ko'rib chiqish. Bunga oqilona javob qaytarish bo'ladi. Ya'ni to'g'rirog'i o'sha huquqbuzarliklarga ham to'g'ri baho beriladi degan fikr bor menda. Degan jarayoningiz bo'lishi mumkin. Yoki davlat agar o'sha bu holatlarga qarasa, demak ma'lum bir tashkilotlar mas'uliyat bilan yondashadi degan masalalar bor desangiz, sizga mana bunaqa bo'shliq tayyorlab qo'ydik. Tushunarli? Mana bunaqa bo'shliq tayyorlab qo'ydik. Qanaqa? Birinchi fikr, uzr. Joyiga keltirib qo'yinglar. Chizadiganlar. Ha, bo'ldi. Qarang. Birinchi fikr tarafdorlari mazkur vaziyatda davlatning yetakchi rol muhimligini ishonch bilan aytadi. Bu joy kerak. Bu qotgan, bu qotib qolgan. Davlat kerak deb aytadi birinchi fikr tarafdorlari. Nimaga kerak deb aytadi? Avvalo davlat qilsa nima bo'ladi? Shu ishni davlat qilsa qanaqa holat, yangilik bor, yaxshilik bor? Unga misol ayting. Misol uchun aytib bo'lganingizdan keyin shuningdek deb
Yana bitta plyusini ayting, unga misol ayting ustozjon. Sizda agar bundan boshqa vaziyatlar bo'lsa, boshqa plyuslarini bilsangiz, davlat boshqargan paytda bundan tashqari plyuslarni bilsangiz, misol bilan tasdiqlashingiz mumkin. Albatta, yoshlarni nazorat qilishni davlat boshqaradigan bo'lsa, oilada ota-ona va farzand o'rtasida munosabat buzilmaydi. Misol uchun maktab yoshidagi o'quvchilarni profilaktik inspektorlar nazorat qilishi, ya'ni ota-ona farzandga bo'lgan mehrsizlik holati kelib chiqmasligini ta'minlaydi. Ta'minlagan. Mana bu holatni yozaman men desangiz, mana sizga bo'sh varoq. Yozing. Faqat shu qolipdan chiqib ketmang. Mavzudan chiqib ketmasligingiz kerak. Tushundingizmi? Keyin iltimos qilaman. Karta raqam so'rayotganlar, hozir esseni o'tib bo'lgandan keyin kursimga qabul ochaman. Esseni o'tib olay, birinchi esseni yaxshi tushuning, keyin kursga yozilasiz. Shoshmay turing. Esseni tushuntirib olay, xayolimni qochirmang. Tushundingizmi? Men aytgan narsani yetkazib olay sizga, keyin esse guruhga qabul ochamiz. Yaxshi. O'z joy kam qolgan, juda ziq bo'lmang, unaqa kommentariyada yozmang. Mana bu jarayon ustozjon. Siz bunga bemalol yozishingiz mumkin. Ustoz, agar davlat nazorat qiladigan bo'lsa, ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabat yaxshilanadi. Bu bir. Ustoz, davlat nazorat qilsa, uning natijasi yaxshiroq bo'ladi. Chunki sababi farzand ota-onadan ko'ra begonaga bo'ysunish holati kuchliroq. To'g'rimi? Odatda shunday-ku hozir. Ma'lum bir ishni bolangizga buyursangiz, begona buyursa qilib keladi. O'zingiz buyursangiz qilmaydigan holatlar bor-da. Bu psixologik shunaqa jarayon. Begona aytsa qiladi, siz aytsangiz, shuni kamroq bajaradi. Oddiy holatda o'zi o'qish, kitobni o'qi desangiz o'qimasligi mumkin, lekin repetitorga borsa o'qiydi. Shunaqa holatlar. Esingizdan chiqib ketmasin. Ana shunaqa holat esingizdan chiqmasin. Ya'ni sizda boshqa plyuslar bo'lishi mumkin, boshqa ustunliklar tomonlari bo'lishi mumkin. Ustunlik tomonlarini yozing. Biz endi ustunlik tomonlarimizni aytib o'tdikki, demak, tartibni saqlab, nazoratlarni kengaytirish, keyin maktablarda shunaqa tarbiyaviy soatlarni joriy qilish masalasini yozdik. Shunaqa holat. Bu yarim edi asosiyning. Ana bu endi qolgan yarimi. Qolgan ikkinchisi, ya'ni ikkinchi yarimi kimga qolish kerak edi ustozjonlar? Tezis qo'yilishi shart ustozjonlar. Kim nima desa desinki, tezis qo'yishingiz shart. Aynan mening guruhimda o'qiyapsizmi, siz tezis qo'yasiz. Tezis qo'yishning foydasini hozir men buni o'tib bo'lay, keyin aytaman sizga. Qo'yishning foydasini buni o'tib bo'lgandan keyin aytaman. Tushunarlimi? Bu kimlarga bo'ysa, hozir kimlarga qo'yishimiz kerak ustozjonlar, shunda hozir buni? Ana davlatga aytdik, davlat qarasa nimalar bo'lishini. Endi kim qarash kerak? O'sha huquqbuzarlikni oldini olish uchun. Tezsiz. Ota-ona. Zo'r. Ota-ona qarash kerak. Xuddi shunday. Tez. Ota-ona qarash kerak. Xuddi shunday. Ota-ona qarash kerak. Zo'r. Ota-ona qarash kerak. Endi shuni ota-ona qaraydigan holatda yozamiz. Mas'uliyat avvalo ota-onada bo'lishi kerak deyuvchilar oilada nazorat yaxshi ekanligini uqtirishadi. Tushundingizmi? Oiladagi nazorat yaxshi ekanligini uqtirishadi. Mas'uliyat avvalo ota-onada bo'lishi kerak deyuvchilar oiladagi nazorat yaxshi ekanligini uqtiradi. Oilada yaxshi deydi nazorat. Oila nazorat qilsin. Ota-ona nazorat qilsin. Mas'uliyatni ota-onaga beringlar deyuvchilar. Bo'ldi. Bu qotgan holat. Ana endi bizlarga keragi. Birinchidan nimaga ota-ona nazorat qilish kerak va unga masalan misoli bilan ayt. Shu bilan birgalikda nega ota-ona nazorat qilish kerak? Unga misolini ayt. Ana shu narsalar bo'lish kerak sizda. Miyangizda turish kerak. Hozir men birinchidan aytaman, misolni ham aytaman. Ikkinchidan aytaman, shu bilan birga deb yozaman, misoli bilan aytaman degan narsa bo'lish kerak. Ota-ona nazorat qilsa nima bo'ladi? Birinchidan, eng avvalo birlamchi tarbiya maktabi, sababi bola, qarang, bola xulqi, axloq, atvori va qadriyatlarini eng avval ota-onasidan oladi. Ya'ni o'sha huquqbuzarlikning oldini olish uchun ota-ona tarbiyalash kerak. Sababi, ya'ni birinchisi, bola o'sha xulqni, atvorni, qadriyatni ota-onadan yaxshiroq oladi. Birinchi o'rinda oladi, ya'ni. Masalan,
BMTning ma'lumotiga ko'ra, jinoiy ishga qo'shilgan o'smirlarning, jinoiy ishni qilgan o'smirlarning 60% notinch oilalardan chiqqan. Ya'ni notinch bo'lgan oiladan chiqib shunaqa notinchliklarni keltirib chiqargan. Bu birinchi masala. Ya'ni oilani to'g'rilash kerak degan narsa ketyapti bu yerda. Shu bilan birga ota-ona farzandini doirasini, muhiti, demak, axborot maydonini nazorat qilishi kerak. Ota-ona farzandini muhitini, doirasini, atrof muhitini, doirasini, o'sha doirada kimlar bilanligini, axborot maydonini nazorat qilish kerak. Negaki, bugungi axborot oqimi to'lqin bo'lsa, o'smirlar qayiq, uni boshqarmasa suzib ketaveradi. O'sha qanaqa axborot oqimida bo'lsa suzib ketaveradi. Misol uchun, Singapurda ota-onalar uchun majburiy tarbiya kurslari joriy etilgach, voyaga yetmaganlar jinoyati 22% ga kamaygan. Ko'ryapsiz-a? Ya'ni umumiy mohiyat shunaqa bo'lyaptiki, ota-ona qarash kerak. Bola ota-onadan oladi xulq-atvorni, tarbiyani. Aksariyat jinoyatlar o'sha ota-onasi o'zi tarbiya yaxshi bo'lmagan oilalardan kelib chiqyapti. Tabiiy holatki, ota-ona farzandining muhiti, doirasini, ijtimoiy oqimi, o'sha ijtimoiy tarmoq dunyosini ham nazoratga olish kerak. Sababi bu jarayon juda ham keng ommalashayotganligi, ota-ona ya'ni ota-onani ilgariroq tarbiya qilish masalasida aytilgan. Mana majburiy tarbiya kurslari joriy qilingandan keyin 22% ga kamayyapti. Ota-onaga kursni joriy qilsa, bolada bo'layotgan jinoyatning kamayotganligi. Tushunarlimi? Esimizdan chiqib ketmasin. Mana shu narsa esimizdan chiqib ketmasin. Xo'sh. Endi yo'q ustoz, menda boshqa bir fikrlar bor edi deganlar bo'lsa, marhamat, yozishingiz mumkin. Birinchidan qanaqa yana ustunlikni bilasiz? Ota-ona tarbiyalagan paytida qanaqa ustunlik? Ota-ona farzandining o'zining chegarasini biladi. Ya'ni farzandidagi ruhiy holatni qay darajada ta'sir qilishini biladi, ta'sir kuchini yaxshi biladi. Shuning uchun ham albatta farzandini ota-ona tarbiya qilish kerak. Masalan, Yaponiya davlatidagi aksariyat bolalarni ota-onalar tarbiya qilganligi uchun ham bugun umuman jinoyatchilik deyarli kuzatilmaydi. Shu bilan birgalikda, qarang, shu bilan birgalikda yana nima qilish kerak? Ota-ona tarbiya qilsa yana qanaqa ustunlik bor? Ota-ona tarbiya qiladigan bo'lsa, qadriyatli, ota-ona oilaga bo'lgan muhabbati kuchli bo'ladi. Farzandning oilaga bo'lgan muhabbati kuchli bo'ladi. Yoshlar orasida o'tkazilgan so'rovnomaga ko'ra, ko'plab ota-onasidan tarbiyani, dastlabki tarbiyani ota-onadan olgan bolalar ota-onaga, oilaga, vatanga bo'lgan sadoqati boshqalarga qaraganda ancha kuchli. Ustoz, men shunaqa fikrlarim bor. Mana shunaqalarni yozmoqchiman desangiz, marhamat. Bo'sh joy bor, yozasiz, shu qolipdan chiqib ketmaysiz. Chiqib ketsangiz mavzudan chetlashasiz yoki umumiy o'lchamdagi so'zlar buziladi. Shu buzib qo'ymasligingiz aytilgan. Deyuvchilar oila nazorati yaxshi ekanligini uqtiradi. Ya'ni deyuvchilar farzandni ota-onadan yaxshi tarbiyalaydigan inson yo'q deyuvchilar. Farzandni ota-onadan yaxshi tushunadigan yo'q deyuvchilar. Farzandni ota-onadan yaxshi tarbiyalay oladigan inson yo'q deyuvchilar. Shunaqa variantlarda to'ldiravering. Bu bo'shliqlar sizga yoziladigan variantlar uchun ochiq qoldirilgan. Tushunarlimi? Esimizdan chiqib ketmasin. Yaxshi. Mening fikrim qanaqa qilamiz? Mening fikrimcha deb aniq bir tomonga ag'naysiz. Ya'ni kirish qismida ikki tomondagi odamlar bor-ku, ota-onaga, davlatga qo'yish kerakligini. Siz aniq bir tomondaligingizni aytishingiz kerak va uning chunki bilan, sababi bilan. Nima sababdan o'shanligini. Tushundingizmi? Qarang. Mening fikrimcha, o'smirlar jinoyatni oldini olishda asosiy mas'uliyat ota-onaga tegishli bo'lishi kerak. Ha, bo'ldi. Demak, men ota-onaga berish kerak degan tarafdaman. Sababini aytaman, nega ota-onaga berish kerak? Tarbiya uyda boshlanadi va oilada mustahkam poydevor bo'lsa, jamiyatdagi salbiy oqimlar unga ta'sir qila olmaydi. Davlat qanchalik qat'iy chora ko'rmasin, ota-ona befarq bo'lsa, natija kutish mushkul. Davlat qanaqa kuchli bo'lsa ham ota-ona qilmasa bo'lmaydi degan masalani berdik. Shaxsiy fikringizda ham shunaqa. Sizning shaxsiy fikringiz qanaqa? Mening shaxsiy fikrimcha, yozing. Yoshlarning asosiy mas'uliyatini ota-ona olish kerak. Chunki
ota-ona o'z bolasini qay darajada o'zgarayotganligini yaxshi biladigan inson. Davlat qanchalik qat'iy chora ko'rmasin, ota-ona befarq bo'ladigan bo'lsa, natija kutish qiyin. Degan gaplar bor menda ustoz. Siznikilarga yozadigan emas. Menda boshqa so'zlar bor, mana shu yerga yozadigan desangiz, mana bo'shliq. Chizmasini berib qo'ydim. Sizning fikringizni, sababini yozing, bo'ldi. Xulosa qilib aytganda, siz xulosada o'sha mening fikrimda qaysida bo'lsangiz, xulosada ham o'sha tomonda bo'lishingiz kerak. Bola bog'ning gullaridan biridir. Parvarish bo'lsa ochiladi. O'smirlar jinoyatni kamaytirish uchun avvalo oilada mehr, e'tibor, tartib, nazorat bo'lishi shart. Tushundingizmi? Oilasida bo'lish kerak. Ya'ni buni ham yana oilaga ag'daryapmiz. Oila qarasin. Davlat esa shu jarayonga ko'makchi bo'lish kerak. Masalaga yechim. Aynan ota-ona va davlat hamrohligida kelajak avlodni sog'lom, tarbiyali va mas'uliyatli etib voyaga yetkazadi. Agar ikkalasi birlashsa. Xulosa qilib aytganda nima qilish kerak? Ota-onaga berish kerakmi? Berganda qanaqa qilib berish kerak? Hamkorlik yo'lida qilib berish kerak. Masalaga yechim ham berib qo'yapmiz ustozjonlar. Mana shunaqa. Bir daqiqa bitta suv ichaylik. Rahmat. Tushunarli-a? Esimizdan chiqib ketmasin. Demak, xulosa qilib aytganda bo'ladi. Va umumiy o'sha joyda ma'lumot aytib ketaman ustozjonlar. Kirish qism mana mavzuimiz edi. Essay bo'yicha umumiy ma'lumotlarni berib ketaman. Ustozlar, essay masalasida dalil isbot yozolmayman desangiz, dalil isbotda keltirayotgan raqamlaringiz, joylaringiz to'g'ri bo'lishi shart emas. Ya'ni xato bo'lsa-da, u minus ball keltirmaydi. Ya'ni sizdan ball ayrilmaydi essayingizdan. Uning o'sha essay tekshirishning tartib qoidalarining o'zining bandida borki, siz keltirilgan dalil isbotning raqamlar, sanalar, foizlar, ko'rsatkichlar real yoki noreal ekanligi tekshirishga majbur emas. Essayingizni tekshirayotgan essay navs. Ya'ni u joylarni tekshirib o'tirmaydi. Bu joy muhim. Bu bir. Ikkinchidan, mavzuning insonlarning talashayotgan tarafidan ko'ra asosiy o'rtada turgan masala muhim. Mavzudan chetlashib ketmaslik uchun shu joyida nima deyotganligi muhim. U ayrim insonlar bunaqa deydi, boshqalar bunaqa deydi emas. O'zi nimani talashayotganligi muhimroq. Agar siz o'sha nuqtani bilsangiz, mavzudan chetlashib ketmaysiz. Chiqib ketib qolmaysiz. Ko'plar o'sha ayrimlar, ba'zilar deydi-yu, ayrimlar qaragan gapni yoritaman deydi, ba'zilar qaragan gapni yoritaman deb o'sha mavzudan ozroq chetlashi mumkin. Bu chetlashi sizga katta minuslar olib kelib qo'yadi ustozjonlar. Katta minus olib keladi. Tushunarli-a? O'zingiz bemalol yozishingiz mumkin. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, offline shaklda ko'rishganimizda ham ichkariga kirgan payti essayni qaltirab qolmasdan, shu essaydan chiqib ketmasdan, katta bosimga qaramay yaxshi yozib ketishning tavsiyalarini ham beramiz nasib bo'lsa. Shu qiynalmasdan yozib chiqib ketish bo'yicha ham tavsiyalarimizni tayyorlab, ya'ni ish bergan, shu vaqtgacha amaliyotdan o'tgan bor ilmimiz, tavsiyalarimizni offline shaklda nasib bo'lsa respublika bo'ylab ko'rishamiz. O'sha paytda ham beramiz nasib bo'lsa, iloyim. O'sha tushunarli-a? Shunaqa shaklda ustozjonlar. Grammatika dars o'ting debsiz, ustoz biz grammatika darslarida o'zi savol-javobga o'tkazib o'rganamiz yopiq guruhlarimizda. Savol-javob qilib ketyapmiz, dars o'tish emas, to'ldirib ketyapmiz. Savol-javob tushadigan, grammatikaning ham tushadigan joylari savol-javob bo'lyapti. Dars o'tishga menimcha katta ehtimol bilan endi vaqtimiz bo'lmaydi. Imtihon yaqinlashyapti. Savol-javobga o'tib qo'ydik biz o'zi. Shunaqa. Xo'sh, bizlarning natijamiz kaliti. Ko'plab joylarda eshityapsiz, tezis qo'ymasa ham bo'ladi deb, tezis qo'ymaslik degani bu kirish qism yozmaslik degani-da. Tezis qo'ymaslik bu kirish qism yozmaysan degani.
uni imkonsiz tezis qo'ymay yozish, tezis qo'ymasang ham bo'ladi deyish bu ahmoqonalikning bitta ko'rinishi. Tezis yozma degani bu sen kirish qismi yozma degan gap bilan barobar. Mana shu narsani tayinli bilib qo'ying ustozjon. Tushundingizmi? Bu bir. Va o'sha tezisni yozib, o'sha aytgan gapni qilib 100% sertifikat olgan natijalarim ustozjonlar. Alloh siylasin hammalaringni mana shunaqa natijalar bilan. Iloyim. Alloh siylasin mana shunaqa natijalar bilan siylasin. Shunaqa 100% natijalarni shunaqa darajada bugun qiynalib yig'layotgan bo'lsangiz qiyinchilikdan, ertaga shunaqa quvonch ko'z yoshlari bo'lsin. Shunaqa kutib oling. Shu natijangiz ko'rayotganingizda natijangiz ko'rib yig'lab oling iloyim. Shunaqa bir quvonch ko'z yosh nasib qilsin sizlarga. Ustozjonlar ko'ryapsiz. Yaxshi. Essay balini ko'ryapsiz ustozimizni. Ustozimizda essay bali mana kattalashtirib ko'rsatay. Mana essay bali ustozjonlar. Essay bal bejizga 71 emas ustozjon. Essaysi bejizga 71 emas. Mana A+ sertifikat egasi 70 balni qo'lga kiritgan ustozjonlar. 70 bal. Yana qaysi ustozimiz desangiz, mana ustozimiz. Ko'ryapsizlar ha? Elmiraxon ustozimiz 71 bal. 70 baldan yuqori sertifikat egasi bo'lgan. Buning hammasi aytgan narsani aytgan vaqtida yo'l yo'rig'ida qilganligi uchun. Shunaqa. Sizlarga ham shunaqa natijalar tilayman. Kursimda ham shuning uchun maqsadda ochib turibman. Shunaqa natijalarni hamma qilsin degan maqsadda ochganmiz o'zi odatda. 70.5 bal, 70 dan yuqori bal bilan olyapti keyingi ustozimiz. Mana, yana bir ustozimiz. Yana bir misolda 71 bal bilan olyapti. O'zi grammatikasi 59 chiqib qolyapti. 59 bu B daraja degani-da, to'g'rimi? Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan turib ham mana ko'ryapsiz. Qanaqa natija qilib qo'yapti. 71 bal bilan 100% natijani olib chiqib ketyapti. Umumiy overallda. Essay anchani ko'tarib qo'yadigan qismda majburiy fan o'qiyotganlarga faqat essay bilan ham olib qo'yishingiz hech gap emas. Faqat essayni zo'r yozsangiz ham olib qo'yaverasiz. Chunki bularda ham essaysi juda ko'tarib ketgan. Hamma deyarli 80% ustozlarimizning essaysi yuqori. Mana. Va mana shunaqa natijalarda qilish niyatidagilar bormi? Bugun 60 kunlik milliy sertifikat va essay kursimiz taqdimotini qilib beramiz sizlar uchun. 60 kunlik milliy sertifikat kursimiz. Nimalar bo'ladi 60 kunlik milliy sertifikat kursimizda? S'dan 0 dan qanaqasiga 0 dan desangiz, o'zi sizga bitta narsani aytaymi? 90 kunlik kursdagi o'quvchilarim 4 ta darsdan keyin o'zi 0 dan takrorlashni boshlaydi. Siz hali endi boshlayapsiz. Shuning uchun ham dastlabki qadamni qo'yishingiz kerak. 0 dan toki 0 dan mana 0 dan A+ gacha 330 ta dars qo'yib qo'yganmiz. Grammatikaning 60 ta dars, matn bilan ishlash 60 ta, g'azal 25 ta dars, essay 40 ta, adabiyot 15 ta. Har bir savol bilan ishlash 60 ta, 40 ta, 25 ta, 25 ta. Bular nimalar? Ehtimoliy testlar, she'riy san'atlar va badiiy asarlar. Mana shularning hammasi to'liqligicha milliy sertifikat kursimizda. Essay kursimizda esa nimalar bo'ladi? Essay dars bilan savol-javob jonli bo'ladi. Essay bilan savol-javob. Qolganlari hammasi video dars tashlab beriladi. Grammatikadan video dars, har bir savol bilan ishlashning video darsi, badiiy asarlarning videosi, ehtimoliy testlar videosi tashlanadi. Matn bilan ishlash berilmaydi, g'azal berilmaydi, adabiyot, she'riy san'at berilmaydi. Bular berilmaydi. Esingizdan chiqmasin. Bular berilmaydi. Faqat mana shular va essay dars jonli bo'ladi. Chunki o'zi bu essay dars faqat bizlar bo'shliq bo'lib qolmasin, natija qila olmay qolmasin deb yuqoridan narsalardan beryapmiz. Faqat jonli berilmaydi. Milliy sertifikatda esa hammasi xuddi shunaqa auditoriyada mana shunaqa dars bo'ladi. Esimizdan chiqmasin ustozjonlar. Natija olib chiquvchi yo'l, ya'ni asosiy kafolatlaydi. Men ekspert Jaloliddin Baxtiyorovich, sizda natijaga chiqishingizni kafolatlayman. Bilimni baholash agentligida ekspert bo'lib ishlaydigan essay jamoamiz kafolatlaydi va essay tekshiruvchilar kafolatlaydi ustozjonlar. Va bizda xabaringiz bor. Bugungacha 50 tadan oshdi. Bizda o'qib 100% sertifikat olib, sizda essayingizni tekshiradigan ekspertlar soni 50 tadan oshdi. Xudo xolasa buni yangi yilgacha 100 dan oshiramiz. Ya'ni 100 dan ortiq ekspert bizda o'qib, bizda jamoamizda, bizda guruhimizda, klubimizda turib
davlat test markazida ekspert bo'lib ishlaydi. Ya'ni aynan bizda o'quvchilar essesini o'zimizda o'qib chiqqanlar tekshiradi. Endi uning meniyasini, xarakterini bilavering. Biz nimani o'rgatgan bo'lsak, u xuddi shu narsa unda bor shakllangan. Shuni bilib qo'ying. Ya'ni bizlarda umuman olganda yutug'imizning asosiy kaliti ham shu joyda deb o'ylayman. Chunki eng katta auditoriya bilan ishladik va eng katta auditoriyani aynan esse bo'yicha ekspert bo'lishiga muvaffaq bo'ldik. Bizning asosiy yutuqlarimiz bittasi ham mana shunda. Yaxshi. Natijaga olib chiquvchi yo'l desangiz 100% aniq tekshiruvchi AI botimiz bor. Bot 100% tekshiradi. Ya'ni o'sha ekspertlarning miyasi joylashtirilgan, hech qanaqa xatolarsiz 100% feedbackni to'g'ri beradi. Ya'ni sizga qilayotgan xatolaringizni. Darhol 5-10 daqiqa ham bor, 5 daqiqaning ichida javobingizni olasiz. Shaxsiy kuratorlar va ekspertlar bor. O'sha ekspertlar jamoasining borligi siz uchun katta narsa. Ya'ni xuddiki ana millioner otasi bor boladayda bu degani, oddiy qilib aytganda millioner ishonadigan odami bor. Chunki u haqiqiy u yozgan esseni tekshiradigan ekspertlar ustozida o'qiyotganingizni his qilavering, bo'ldi, tamom. Sizning essengizda tekshiradigan ekspertlar bizning kursimizda o'qib chiqqan o'quvchilarimiz. Shunaqa. Aynan siz ham shunaqa bo'lishingiz shart. Chunki biz shunaqa shart qo'yamizki, bizda o'qib APLS oldingmi, albatta ekspert bo'lib ishga kirishing kerak. Mayli necha pul oylik bersa ham ishga kir, qolganini biz beramiz. Shunaqa. Siz bir o'zingiz qolmaysiz, har bir xatoyingizni to'ldirib boradigan nazoratchi bor. Xatolaringizni bitta-bitta to'ldirib borasiz, ustozjonlar. Platformadan foydalanish bepul. Platformada darslar joylangan, darslar foydalanishingiz mumkin. Darsga qatnasha olmay qolsangiz, darslar hammasi tashlab beriladi. Tushunarli? Esimizdan chiqib ketmasin. Yaxshi, bir o'ylab ko'ring. Agar ushbu metodika, bilim sizga 6 oy yoki 1 yil oldin uchraganda nima bo'lardi, bilasizmi? Mana, tasavvur qiling, mana. Ekspertlar ustozi sizni o'qitsa, o'sha respublikadagi eng top darajadagi gruppada o'qisangiz, eng qizig'i eng ko'p tanlagan, respublika bo'yicha abituriyent ustoz talabalar eng ko'p tanlagan bizni jamoamiz deb o'ylayman. Chunki hozir 3000 ta odam o'qitayotgan yo'q. 100% to'lov qilib 3000 odam o'qitayotgan va shu vaqtgacha o'qitganlarimizda, shu vaqtgacha chiqargan natijalarimizda ham solishtirib chiqqanmiz. U raqamda unaqa natijani ko'rsatgan hali yetib bor, lekin bizga yetib kelgani yo'q. Bizgacha yetib kelingani yo'q. Buning hammasi bizni tanlab sadoqat bilan o'qiyotganlar. Ana endi xuddi shu holat sizda 1 yil yoki 6 oy oldin bo'lganda, siz bugun vebinarni kuzatib o'tirmagan bo'lardingiz. Nimaga desa, muddatini yangilab qo'ymaysiz, chunki o'zi yaqinda olgan bo'lasiz va umuman sertifikat olishga qiziqmaysiz, sizda sertifikat bo'lgan bo'ladi. Bu aniq. Shunaqa. Bu aniq. Sizda ushbu natija bo'lardi. Natijangiz qo'lingizda bo'lardi. Balki bizni jamoada ishlatgan bo'lishingiz mumkindir. Balki o'zi siz ustamangizni olib boshlagan yoki balki mana shu yil abituriyent bo'lsangiz 189 ball to'plab qo'ygan, ish qilib sizga kerakli sertifikat berish kerak bo'lgan narsa hammasi bo'lar edi sizda. Ana shu narsani bilib qo'ying. Balki mana allaqachon sertifikat olgansiz, ota-onangizni ishonchini oqlagan bo'lasiz. Kamandada avgust oyi dars bo'linayotganda tilingiz qisiq bo'lmaydi. Ish qilib siz barcha sertifikat berish kerak bo'lgan qulayliklar hammasi bor edi. Afsuski vaqtni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Vaqt orqaga qaytmaydi hech qachon. Va bundan keyin kechiktirsangiz, bundan keyin ham qaytmaydi. Shu narsani bilib qo'ying. Eng achinarlisi, ko'pchilik bilim ya'ni yetarli bo'lmaganidan emas, shunchaki birinchi qadamni qo'ya olmaganligi uchun ham muvaffaqiyatga erisha olmagan. Imkoniyatlar boy bo'lgan. Juda ko'pni bilaman. Bilimsizlikdan emas. Bilimi ham bor. O'sha birinchi qadamni qo'yishga qo'rqqanligi va qo'rqoq bo'lganligi uchun. Buni 100% siz bitta sertifikatda emas, hayotning boshqa nuqtalarida ham shu ishlar qilib kelgansiz. Kimdir o'xshatib qo'ygandan keyin pushaymon ekansiz. Ana o'xshaykan-ku, ana bo'laykan-ku degan holat sizda bo'lgan 100%. Shuning uchun hech qachon qo'rqmang va birinchi qadamni qo'ying. Hamma narsani Allohdan so'rash kerak, Allohga tavakkal. Hech qachon oldindan nimadir ko'rinib turmaydi. Shuni bilib qo'ying. Bugun sizda ikkita yo'l bor. Eski hayotda qolish yo'li bor. Shu turishda qolavering. Yoki birinchi qadamni qo'yib o'z natijangizni ta'minlash. Ikkalasini birini qiling. O'sha Xudoyim taolo bandasiga berish kerak bo'lgan hamma imkoniyatlar ichingizda ko'nglingizga solib turgan narsalarni faqat uyg'otish kerak, bajarish kerak. Tamom. Bu bo'lmasa shunday o'likligicha qolib ketaveradi. Shuni bilib qo'ying. Agar siz ichingizdagi, ko'nglingizdagi narsani o'ldirib, qoldirib yuboraman desangiz, shu eski hayotingizda qolavering. Qilmang umuman hech qanday yangilik. Birinchi yoki qadamni boshlang, qo'ying. Allohga tavakkal qiling. Tavakkal qilganda ham qanday? 100% lik tavakkalda bu.
100%lik, ya'ni natijaga 100% aniq. Siz ishonchli har bir nima deydi, natijangizni kafolatlaydigan jamoada o'qiyotganingiz o'zi katta narsa. Yaxshi. Bugunda xo'sh, darajani o'zgartirish uchun yangi qaror qabul qilish kerak. O'sha qarorni bugun qabul qilamiz ustozjonlar. Xo'sh, 2300 ta o'quvchi 90 kunlik kursimizni tanlab qaror qabul qilib bo'pti. 2300. 60 kunligimizga 20-da start oladi. 20-da. Hozir 2322 ta ustoz abituriyent talaba bitta guruhda ilm olyaptilar va kutib turganlar soni qancha Samandar aka? 700 lar bor-a menimcha. 700 ga yaqin kutib turganlar bor. Umumiy 3000 ta. Kutib turganlar 700 ta, darsda olib yotganlar 2322 ta. Shunaqa. Endi bular qarorni qabul qildi, sizni qaror qabul qilish vaqtingiz keldi ustozlar. Hozir sizni xayolingizga bitta savol keladi. Shuncha bilimning narxi qancha? Narx aytishdan oldin shuni eshiting. Unutmang. Bu xarajat emas. Bu sizga kerakli bo'lgan narsani o'zingizga olishingiz. Tushundingizmi? Qorningiz och bo'lsa, borib ovqatga pul to'lasangiz, u ovqatning puli emas, u qorningizni to'ydirish. Shu narsani anglab yeting. Nimadir olayotgan bo'lsangiz, u aslida o'zi u narsa uchun emas, sizning ehtiyojingiz uchun. Sizga shu narsa kerak. Agar siz buni xarajat deb bilsangiz, siz hech qachon biror narsaga erisha olmaysiz. Hech qachon. Shu narsani bilib qo'ying. Shuncha bilimning narxi qancha deganlarga hozir narxda aytgan paytim shunaqa fikr kelmasligi uchun aytib qo'yay dedim, ta'kidladim. Umumiy narx ustozjonlar. Milliy sertifikat kursimiz narxi 849 ming so'm. Xo'sh, SC'miz esa 549 ming so'm. 849 ming, 549 ming so'm. 849 mingga 549 ming so'm ustozjonlarim. Shunaqa. Qarang buni. 849 ming so'm. 849 ming, 549 ming so'm. Darsning boshlanishi 20-avgust sanasidan boshlanadi. Yodimizdan chiqib ketmasin. Ana endi qarang. Efir tugaguncha to'lov qilib joyband qilganlar uchun maxsus chegirmamiz bor. Maxsus chegirmamiz bor. 5 raqamini yozib qoldiring ustozjon. Chegirma bering. Biz ham shu ancha vaqtdan beri erisha olmagan yutug'imiz bor yoki umuman o'zi payti keldi. Sertifikatni mana shu kurs faslida olishimiz kerak. Biz uchun sertifikat zarur. Abituriyentman, talaba bo'lishimga kerak bo'ladi. Keyingi yili mana shu paytiga azob yeb, ichimdan nimadir o'tib, ota-onamning oldida yuzim shuvit bo'lmasligi kerak. O'qituvchiman, mana avgust oyi dars taqsimotida bilyapman o'zi sertifikat yo'qligi nima sababligini. Talabaman, ish izlab ko'ryapman o'zi qanaqa azob bo'layotganligini. Sertifikatim yo'qligidan qaysidir maktabning eshigini taqillatishga o'ylanib qoldim. Sertifikat olishim kerak ekan ustoz. Hali ham kech emas. Mana shu ko'zda sertifikat olaman, imkoniyat qilib bering deganlar 5 raqamini yozib qoldiring. Iloyim Xudo xolasa biz sababli 100% sertifikat egasi bo'lasiz. Ya'ni shu pulim yo'q, o'zi pulga arziydi, lekin chegirma qilib bersangiz, shu bugun kursni boshlayman ustoz deganlar bormi? 5 raqamini yozib qoldiring kommentariyada. Kommentariyada 5 raqamini yozib qoldiring ustozjonlarim. O'g'loy Abdullayeva, assalomu alaykum, yaxshimisiz ustoz? Sertifikat kerak menga kuzda debdi. Sertifikat o'zi borgan sayin qanchalik kerakligini his qilyapti ustozlar. Borgan sayin, chunki vaziyat shuni taqozo qilyapti. Vaziyat shuni taqozo qilyapti. Borgan sayin hamma his qilyapti. Zo'r. 5 raqamini yozib qoldirayotganlar ko'p. Rahmat, barakat top. Ana endi. O'sha chegirmamiz ustozjonlar 569 ming so'm, 569 ming so'm 60 kunlik milliy sertifikat kursimiz. Faqat joylar soni 30 ta. ST kursimizda joy bemalol, xohlagancha yozilishingiz mumkin. 469 ming so'm qilib belgiladik. ST kursimiz 469 ming so'm. Faqat SC dars jonli o'tiladi, savol-javob jonli bo'ladi, qolgan hammasi video dars tashlab beriladi, matn g'azallar tashlab berilmaydi. Milliy sertifikatimiz esa 569 ming so'm, hammasi jonli, 0 dan 330 ta dars o'tib beriladi. 0 dan 330 ta dars qo'lga kiritishingiz mumkin. Faqat joylar soni bunda 30 ta, 569 ta. Darslar 20-avgust sanasidan boshlanadi ustozlar sizlarga. Yodingizdan chiqmasin, shuni eslatib qo'ying. Keling buni oddiy matematikaga tashlaymiz. Qarang.
569 ming to'laysiz. To'liq sertifikat 100% kafolatlangan kurs sotib olsangiz, 60 kun o'qiyapsiz. 9400 so'mdan kuniga tushyapti. Kuniga 9400 so'mdan sarflab, sizga shu kerakli bo'lgan og'riqli nuqtangizni yopyapsiz. O'sha og'riqli nuqta bo'lmaydi sizda. Tushunyapsizmi? Bittada borib olmayapsiz. Ana shunaqa. 5900 so'mga nima beradi desa, o'sha bugun eng ko'p iste'mol qilinayotgan muzqaymoq. Shuni har kuni iste'mol qilmaysiz deyilgan sertifikatingizni olasiz. Endi men shuni aniq ayta olamanki, eng kam dars o'tayotganning ham birinchi oyga ustamasidan arzon bu kurs. Eng kam dars o'tadiganning o'sha shu sertifikat ortidan keladigan ustamadan arzon. Esingizdan chiqmasin. Hozir 69 ming bilan joy band qilishingiz mumkin. Hozir 69 ming to'laysiz, ya'ni 100% to'lov qilishingiz shart emas. Bor yo'g'i 69 ming to'lov qilib joyingizni band qilasiz. Qolganini 10 kun davomida biz nimani o'yladikki, oylik oladiganlar yoki boshqa joydan puli keladiganlar bo'lishi mumkin. Hozir naqd puli yo'qlar deb o'yladik. Shuning uchun pulingiz bo'lsa-bo'lmasa 69 ming to'lab qo'yavering. Hozir uzoqqa yozibdi, avans tushsin, avansdan to'layman deganlarga bu yaxshi imkoniyatda. Shunaqa. Avans tushsin, shunga qaranglar. Kecha 549 ming edi-ku debdi. Ha. O'zi narx endi kundan kunga oshib ketaveradi. Bu narsaga jiddiy aniq bilaman. Endi bundan keyin qarang. 90 kunlik kursimizni kimlardir arzonga sotib olganlar bor. Lekin shu darajada ketadiki, oxiri borib 20 kunlik kursni 1 millionlarga sotib oladi. Shunday, chunki o'quvchilar taklifi bo'ladi, dars jarayonlarini ko'radi, boshqa gruppalarda qoniqmayotganligini sezib qoladi. 69 ming bilan joy band qilishingiz mumkin. Umumiy qanday bo'ladi ustozojonlar? 569 ming so'm kursning narxi u oymoy to'lov emas, shu oydan imtihongacha. Shu 2 oy. Bu 2 oylik kurs puli. 30 ta joyimiz bor. 69 ming bilan joy band qilib, qolganini 10 kun davomida bo'lib to'lab, 20-dan darsga qatnashib ketaverasiz. Essi ham shunday. 469 ming, 69 mingini to'laysiz, 400 mingga qoladi. Qolganini 10 kunda to'lab, essi kursga qo'shilib ketsangiz bo'ladi. Tushunarli? Essi kursga qo'shilib ketsangiz bo'ladi. Esingizdan chiqib ketmasin. Yaxshi. 60 kunlik milliy sertifikat kurs narxi qanaqa? Aytaraman. Oylik mana to'lov emas, bir martalik to'lov. Bir marta 569 ming so'm. Shu bilan 100% lik sertifikat naqd. Shuni aniq biling, bo'ldi shu. Mana 100% lik sertifikatga teng. 569 ming so'm. Imtihon to'lovi bilan barobar. Mana shu pulni imtihonga ham to'laysizlar. Hozir bir kishi yozibdi, har oymi to'lov deb. Yo'q, bir marta. Bu 2 oyga, balki 2 oydan ham ko'proq vaqt ketadi. Endi qarang. Bugun 20 narxida faqat 30 kishi yozilishi mumkin. 69 ming bilan joyini band qiladi. O'sha 30 kishini olamiz, 69 ming bilan joyingizni band qilasiz, 30 ta odam. Qolgan pulni 10 kunda bo'lib bering. Mayli, bugun 100% pulingiz bo'lsa ham shu 69 ming to'laysiz. Nimaga? Siz hech kimga iqtisodiy jihatdan zarar yetkazmang, balki oilangizga. Siz nimaga? O'sha o'zingizni kursingiz uchun kunlik pul yig'ishni o'rganasiz, o'zingiz uchun moliyani o'rganasiz. Ana shu narsani biling. Shuning uchun aytdim. Mayli, bugun balki shu pulingiz hammasi bordir, lekin 69 ming to'lab, joyingizni band qilasiz, 30 kishiga shunaqa imkoniyat berganmiz. Qolganini kursga to'lov qilish tartibi qanday bo'ladi desangiz, 6 ta qadami bor. Tushuntiraman. Hozir link tashlanadi Telegram va YouTube'ga. Telegram bilan YouTube'ga tashlaydi. YouTube'da bir vaqtda kommentariy yopiq turadi. Chunki chalg'ib ketmasliklaring uchun YouTube'ga bir vaqt ozroq vaqt kommentariyni yopib, havolani jo'natib qo'yadi. Havolani bosasizlar. Havolani bosganlaringdan keyin Milliy maktabim bizni asosiy solgan maktabimiz kelib chiqadi. O'sha joyga Click, PayMe, Paynet ilovalardan 69 ming bosib to'lov qilishingiz mumkin o'sha joydan. Mana o'sha joyga yozasiz. Ism sharifingizni summani yozib to'lov qilaverasiz. Clickdan bo'ladimi, PayMe'dan bo'ladimi qilishingiz mumkin. 4-qadami bor. O'sha Click, PayMe, Paynetim yo'q mening. Boshqa ilovalarim bor deganlar uchun mana shu 40 yodni xohlagan ilovadan to'lov qilsangiz bo'ladi. Mana shu 40 yodni tutasiz. Eldorjon Mamarajabov chiqadimi? Eldorjon Mamarajabov chiqadi. O'sha 40 yodni tutib Eldorjon Mamarajabov chiqadi. Bemalol to'lov qilishingiz mumkin. Karta raqamga to'lov qila ko'rmang. Men aytgan tartibda qiling. 5-qadam meni adminlarimga jo'natish eslaringdan chiqmasin. Hozir har bir posting tagida adminim deb yozib ketyapti Telegramda. YouTube'dagilar ko'rib olinglar.
M sertifikat pastki chiziq admin yoki 50lik 722 03 33 raqamdagi Telegram bor. Aynan o'sha Telegram adminlarimga yuborasizlar, eslaridan chiqmasin. 6-qadam keyin efirga qaytib kirasiz. To'liq to'lovni qilib bo'lgandan keyin qaytib kirib, "Men kursga yozildim" deb uzoqda yozib ketasiz, bo'ldi. Ana shu "Men kursga yozildim" deb uzoqda yozdingiz-ku, yozayotganda yaxshi niyatda yozing. Va nasib bo'lsa men siz bilan offlayn uchrashaman. Imtihondan oldin respublika bo'ylab harakat qilamiz. Offlayn uchrashuv o'tkazamiz. Har bir imtihonga kiruvchi o'quvchilar bilan oldindan imtihonda nima vaziyat bo'ladi, qanaqa yordam bo'ladi, biz tomonimizdan qanaqa yordam bo'ladi, hammasi offlayn shaklda tushuntirib o'tiladi. O'sha payti ham ustoz men kursga yozildim deb yozganman, yaxshi niyatda qilganman, menga sertifikat kerak deb eslatish eslaringdan chiqmasin. Offlayn uchrashuvga albatta qatnashishlaring kerak. Offlayn uchrashuvga qatnasha olmay pushaymon qilganlar bor. Qatnashishlaring shart. Sizlar 100% offlayn uchrashuvga qatnashsalaring 100% natija bo'ladi bizda. Yaxshi. Xo'sh, to'lov qilish tartibi hammaga tushunarli bo'ldi. Demak, yana bir marta qaytarib o'tib ketaman to'lov qilish tartibini. Xo'sh. To'lov qilish tartibi. Demak, 69 ming so'm to'laysiz. Bor yo'g'i 69 ming to'laysiz. Qaytarib aytaman. Umumiy kursning narxi 569 ming so'm. 30 ta joyi bor. Dars 330 ta 0 dan o'tiladi. 0 dan. Toki sertifikatning eng yuqori tochkasigacha. Xo'sh. Endi hisob kitob qanaqa bo'ladi? 69 ming so'mni 60 kun uchun to'laysiz. 60 kun uchun 69 ming to'laysiz. Oyma-oy emas to'lov. Ana shuni bilib qo'ying. O'sha 569, uning 69 mingi bilan joyband qilishingiz mumkin. 569 60 kun uchun. Uning ham 69 mingini bugun to'laysiz, qolgan 500 mingini 10 kun davomida xuddi kuniga 50 mingdan ajratib qo'ysa ham to'lasangiz bo'ladi, ustozjonlar. Xo'sh, kursda boyagidek havolani ustiga bosasiz. Aynan men yuborgan havola bo'lsin, esingizdan chiqmasin. Men yuborgan havola. Havolaning ustiga o'sha ko'k yozuvni ustiga bossangiz, Milliy maktabim kelib chiqadi. Click Pay Me Paynet bor. Sizda uchalasining bittasi bo'lsa, tanlab to'lov qilaverasiz. 69 mingda. Hech qaysi bo'lmasa, Qirikot orqali to'lov qilishingiz mumkin. Qirikot orqali amalga oshirishingiz mumkin, ustozjonlar. Va 5-qadam milliy sertifikat adminga yuboring. 30 tadan keyin joy to'lsa, biz qabulni yopamiz. O'shaning uchun milliy sertifikat adminga yuborish esingizdan chiqib ketmasin, ustozjonlar. Efirga qaytib kirasizda, men kursga yozildim ustoz deb izohlarda yozib ketasiz, bo'ldi. 6 ta qadam. Yaxshi. Sizdagi asosiy muammolar nima? Xo'sh, hamkasblaringizdan birin-ketin sertifikat olayotganlarni ko'rib, o'zingizni ortda qolayotganingizni his qilyapsiz. Haqiqatan ham ortda qolayotganingizni his qilyapsiz, haqiqatan ham. Nimaga bilasizmi? Chunki men bitta narsani eshitdim, bitta maktabda 20 ta boshlang'ich sinfning 18 tasida sertifikat bor ekan. 2 ta odamning ola olmasligi bu butun jamoada o'qituvchilarning orasida qanchalik obro'sizligini bildiradi va qanchalar qisilib yashaydi o'qituvchi. Ko'rasizmi? U 90% da bor sertifikat deganda 90% da sertifikat bor. 2 ta odam qanday azob bilan kirib chiqqan. Uning ham bittasi bizda o'qiyapti. Endi nariga bitta ustozni bilavering qanaqa azobda kirib chiqishini. Shunaqa. Ikkinchisi ota-onalar, o'quvchilar va atrofdagilar hali ham sertifikati yo'q ustozmi degan savolni beradi. Hozir tushunmaydigan ota-ona qolmadi. Ustozning sertifikati bormi deydi. Filolog ustoz bo'lsangiz ham, boshlang'ich ustoz bo'lsangiz ham. Shunaqa. O'quvchilar ham shunaqa gumon bilan yashaydigan bo'lib qoldi. Ota-ona ham qo'yavering. O'quvchilar o'zida bor, o'qituvchida yo'q. Bu juda katta narsa. Juda katta bosim. Kun bo'yi ish bilan yugurib o'zingiz uchun 30 daqiqa vaqt ajrata olmayman degan tushunchangiz bor. Lekin hozir sertifikat olganlar va olmoqchi bo'lganlar bor yo'q kechasi o'zining 1 soat uyqusidan kechib dars qilyapti. Ular ham kuni bo'yi dars qilayotgani yo'q, lekin sertifikat oladi. Chunki bizda tayyorlanyapti. Ertaga boshlayman degan bahona sizni shu vaqtgacha o'zi doim muvaffaqiyatsizlikka uchratib kelgan, sertifikatda ham o'sha muvaffaqiyatsizlikka uchrayapti. Ertaga qilaman degan narsa eng yomoni. Baribir uddala olmayman degan qo'rquv bormi? O'sha birinchi qadamni bugun qo'yishingiz kerak, ustozjon. Biz bilan nasib bo'lsa 100% uddalaysiz. Chunki darslar ko'rganingizdan keyin xulosaga kelasiz. Imtihondan yiqilib, mehnatim besamar ketadi degan narsadan xavotir olmasligingiz kerak, chunki hamma narsani Allohga tavakkal.